Krishtianu Ronaldu va rossiyalik model Irina Sheyx nega ajrashgani ma'lum bo'ldi. Ronaldu va Irina reklama suratga olish jarayonida tanishishgan. Krishtianu Irinani bir ko'rishda sevib qolgan va unga qimmatbaho sovg'alar olib bergan. Hammasi yaxshi ketayotgan edi, ammo bitta nosi bor. Ronaldu har doim oilani birinchi o'ringa qo'ygan, ammo keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Irina karyerasini oilasidan ustun qo'ygan ekan. Bu narsa faqat futbolchiga emas, balki uning onasiga ham yoqmagan. Onasi doim oilani qadrlaydigan kelini bo'lishni istagan, ammo hammasiga nuqta qo'ygan narsa bu Irinaning Ronalduga aytgan gaplar edi. Nega har doim onang bilan yurasan? Uni tinch qo'y. Meni ham onam bor, lekin men uni har doim o'zim bilan sudrab yurganim yo'q-ku. Ronaldu o'sha zahotiyoq javob berdi. Eslab qol, men sendan soniyada voz kechaman, ammo onamni yolg'iz qoldirmayman. U mening bu muvaffaqiyatim uchun hayotini qurbon qildi. Meni birinchi krossovkalarimni olib berish uchun u bir vaqtda bir nechta joylarda ishlagan. Toki tirik ekanman, onam doim men bilan bo'ladi. U mening Xudo bergan ne'matimdir. Agar videoni shu yergacha tomosha qilgan bo'lsangiz, kommentariyada bitta yurakcha qoldirib keting. Like bosish va obuna bo'lish esdan